Qandli diabet kasalligi asosan oshqozon osti bezini, Langerhans orolchalarida alfa va beta hujayralari bor. Beta hujayralaridan insulin ishlab chiqariladi. Insulin hujayralari, o'sha beta hujayralaridan insulin ishlab chiqarmasligidan qandli diabet kelib chiqadi. Qandli diabetda asosan insulin rol o'ynaydi, insulin yetishmovchiligi. Qonda sahr ko'payib ketgani, ya'ni qand ko'payib ketgani hisobiga qandli diabet kelib chiqyapti. Ya'ni insulin qon tomirlariga borib, qandni olib bosh miyaga, hujayralarga, organlarga yetkazib berishi kerak. Insulinning vazifasi transport vazifasi. Ya'ni buni sabablari bor o'ziga nisbatan. Ya'ni nima bu sabab? Bu semizlik bo'lib chiqishi mumkin. Ya'ni metabolik sindrom, nasldan naslga o'tish kasalliklari, ya'ni naslida qandli diabet kasalligi borlar, arterial qon bosimi yuqorilar va asab, ya'ni stress holatlari ham qandli diabetga olib keladi. Va bu faktorlarni bir nechtasi bo'lgandagina bu qandli diabetga kelib chiqadi. Qandli diabet ikkita turga bo'linadi. Qandli diabet birinchi tur va ikkinchi tur. Qandli diabetning birinchi turida o'sha insulin umuman ishlab chiqarilmaydi. Ikkinchi turida rezistentligi oshib ketadi. Qandli diabet ikkinchi turida insulin normada bo'ladi, lekin qonga qand miqdorini olib ketish uchun transport vazifasini o'taveradi o'zi insulin. Shu insulin yetib bora olmaydi. Qandli diabetni sezilmas va sezilarli darajada o'ziga xos belgilari bo'ladi. Birinchi navbatda chanqash bo'ladi. Ikkinchi navbatda kechki peshobga tez chiqishi bo'ladi. Badanlarda qichish bo'ladi. Keyin agarda yaralari bo'lsa, bitmayotgan yaralarni kuzatishimiz mumkin. Agar yara bo'lgan holatlari bo'lsa va yana og'iz qurish, ozib ketish holatlari ham bo'lishi mumkin bizga. Holsizlik kuzatiladi. Qandli diabetda ikki xil turi bor. Ikki xil turi deganda birinchi tip, ikkinchi tip. Birinchi tipga tug'ma ham bo'ladi va 30 yoshgacha bo'lgan bemorlarni birinchi tipga kirgizamiz. Nima uchun? Chunki bunda oshqozon osti bezida insulin umuman ishlab chiqarilmaydi. Ya'ni insulin yetishmovchiligi bo'ladi. Ikkinchi turda bo'lsa, unda hayot davomida orttirilgan kasalliklar deyiladi. Bunga aytib o'tgandek sabablari bor. Bunda qandli diabetda oshqozon osti bezi faoliyatda normal holatda ishlab chiqariladi. Insulin rezistentность, ya'ni aytganimdek, qondagi transport vazifasini o'tuvchi insulin qonga yetib bormaydi. Sog'lom insonda qonda qand miqdori 3,3 dan 5,5 millimolgacha bo'ladi. Qand miqdorini me'yorda ushlab turish uchun asosan inson doim harakatda bo'lishi kerak. Hozirgi sharoitimizda juda ham kam harakatlik ko'payib ketgan, kuchayib ketgan bu narsa va to'g'ri ovqatlanishimizga qarashimiz kerak. To'g'ri ovqatlanishga nima kiradi? Bu hozirda fast food, ya'ni tez tayyor bo'ladigan yeguliklarni kam iste'mol qilish, gazirovanli, gazli ichimliklarni ichmaslik va tez kam-kamdan poliz, meva mahsulotlarini iste'mol qilish kerak bo'ladi. Sahrni, ya'ni qandli diabet kasalliklarimizda meva sabzavotlarning ichida poliz ekinlaridan, ayniqsa qovunda glyukozasi ko'p, uzumda, anjirda va nokda. O'sha mahsulotlarni chegaralangan holatda, ya'ni cheklangan holatda iste'mol qilish kerak. Ya'ni haftada bir marta yoki ozgina tanovul qilsa bo'ladi, lekin cheklangan holatda bo'lish kerak. Chunki qonda qand miqdorini oshishiga sabab bo'ladi. Qandli diabetda asosan yemaslik, ya'ni qand miqdorini oshishiga sabab bo'ladigan mahsulotlarimizdan un mahsulotlari, ya'ni ko'pchitilgan nonlardan, oq nonlardan voz kechish kerak yoki cheklangan holatda yeyish kerak. Non mahsulotlarini yeganda organizmga tushganda u ham qand miqdorini oshiradi, ya'ni qand miqdoriga aylanadi, ya'ni shakarga aylanadi. Shakarga aylangandan keyin qand oshishi sabab bo'ladi. Shu aytgandek gazli ichimliklar ichmasligi kerak. Meva sabzavotlardan lovlagida ham qand miqdori ko'p, qovoqda ham qand miqdori ko'p. Ular ham cheklangan holatda iste'mol qilish kerak. Kartoshka bilan guruchlarda ham kraxmal o'ziga xos, kraxmal darajasi yuqori. U organizmga tushgandan keyin u nimaga aylanadi? Uglevodga aylanadi va sahrga aylanib, sahri oshishiga sababchi bo'ladi.
Qandli diabetda o'zini boshqaradigan organlardan oshqozon osti bezini aytadigan bo'lsak, ya'ni to'la insonlar o'z vaqtida murojaat qilib, to'laligi, ya'ni harakat qilib, harakatini ko'p kuchaytirib, yog' miqdori kamayganda, tanadagi yog' miqdori kamayganda insulin o'zini holatiga tushishi kuzatiladi. Ya'ni o'zini boshqara oladi. Sahr, ya'ni qondagi qand miqdori ham pasayadi, insulin ham normaga keladi. Va bu kasallikni orqaga cheklash mumkin. Qandli diabet asosan asoratlari ko'zda, buyrakda va mayda qon tomirlarida o'zgarish bo'lgani uchun oyoq panjalari va qo'l panjalarida o'zgarish ketadi. Ya'ni ularda qanaqa shikoyat bo'ladi? Ko'zimni ko'rishni pasayishi, tez-tez siyish, buyrak sohasida og'riq, oyoqlarda og'riq, muzlash, qizish bu darajalariga qarab o'zgarib boriladi. Asosan nima uchun bu organlarda deb aytadigan bo'lsak, chunki mayda qon tomirlardan qon yaxshi o'tmaganligi sababli bu organlarda o'zgarish ketadi. Ya'ni retinopatiya, nefropatiya, angiopatiyalar ketadi. Bunda sabablariga kelib chiqadigan bo'lsak, ya'ni oyoqlardagi o'zgarish, ya'ni mayda qon tomirlarda qon nima uchun o'tkazuvchanligi pasayadi deydigan savol bo'lsa, masalan ko'raylik, shirin choyga agar shakari 2 qoshiq solsak, shakar tez erib ketadi. Agarda 1 piyola shakarni soladigan bo'lsak, u nima bo'ladi? Erishi qiyin bo'ladi va juda ham quyuqlashib ketadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa qonlarimizda ham quyuqlashib ketadi va mayda qon tomirlardan o'tish jarayoni sekinlashadi va to'xtab qoladi. Shu to'xtash yoki sekinlanish jarayoni pochkada, ya'ni buyrakda, oyoq panjalarida va ko'z tubida bo'ladi. Buni natijasi, ya'ni asoratlari nimaga olib keladi desa, ko'z ko'rmaslikka olib keladi, buyrak yetishmovchiligiga olib keladi va oyoq panjalarida nekroz holatlaridan, ya'ni gangrenagacha ham olib kelishi mumkin. Qandli diabetda ayniqsa ko'p harakat qilganda, ularda tez qand tushish ehtimoli yuqori. Shuning uchun biz qandli diabet bo'lgan bemorlarimizga oldida konfet yoki shokolad olib yurishini tavsiya qilamiz. Chunki ular tez gipoglikemiyaga tushadi, ya'ni qand miqdori tezlikda pasayib ketib, koma holatigacha olib borishi mumkin. Ular shuning uchun vaqtida ovqatlanib yurishi kerak. Shakarni o'ziga yarasha organizmda o'z faoliyati bor. Qand miqdori hammada me'yorda turishi kerak. Qand bizga bu energiya beradi. Lekin bu organizm qandli diabet bilan sog'lom odamni solishtiradigan bo'lsak, sog'lom odamda bu energiya beryapti. Qandli diabetda ham energiya beradi, lekin bu qand qonda yuribdi. Bosh miyaga bormayapti, organlarga energiya vazifasini bajarish uchun bormayapti. Shuning uchun ularda bormagani hisobiga ular tez qaltirab koma holatigacha tushib qoladi. Ya'ni qand tushmaganligi hisobiga. Shuning uchun qandda qon miqdorini me'yorlashtiruvchi dorilarni o'z vaqtida ichib turish kerak va ovqatini me'yorida, normada o'z vaqtida yeb turish kerak. Asosan naslda qandli diabeti bor insonlarda moyilligi ko'proq bo'ladi. Semiz insonlarda, ya'ni metabolik sindromi bor insonlarda ko'proq bo'ladi. Tez-tez asabiylashadigan ishlarda ishlaydigan ishchilarda bo'lishi mumkin. Va yana kam harakatliligi hisobiga arterial qon bosimi yuqori doim yuradigan insonlarda, hammasida emas, ba'zilarida, ya'ni shu faktorlar bir nechtasi birgalikda kelganda o'shalarda uchrashi mumkin. Hozirda qandli diabet yosharyapti juda ham, chunki yosh bolalarda ham ko'p uchrayapti va yosh yigitlarda ham ikkinchi tip qandli diabet ko'p uchrayapti. Bu kasalligimiz yosharib boryapti. Oldin yoshi katta insonlarda orttirilgan qandli diabetni kuzatsak, hozir yoshi 30-35 yoshdagi 28 dan 25 dan uyog'i to'la bo'lgan insonlarda qandli diabet ko'p uchrayapti. Qandli diabetdan umuman forig' bo'lmoqchi bo'lgan insonlar avvalambor tezlik bilan shifokorga murojaat qilgan inson, ya'ni shundoq yaqinda paydo bo'lgan qandli diabet va endokrinologga o'sha zog'ati, ya'ni vaqtli erta shifokorga murojaat qilsa, albatta uni bartaraf qilsa bo'ladi. Qand
miqdorini me'yorlashtiruvchi dori vositalaridan men Velnor kompaniyasini Inulux eliksirini tavsiya qilardim, chunki Inuluxda bunda topinambur bor, shipovnik ekstrakti bor va olma ekstrakti bor. Bu Inulux asosan inulin moddasi bo'lib, oshqozon osti bezini insulin ishlab chiqarishda yordam beradi. Shipovnik bo'lsa vitamin C ga boy bo'lib, immunitetini ko'taradi. Ko'p bemorlarimizga bu mahsulotni qo'shib berganimizda juda ham yaxshi natija oldik. Bunda ham aptechniy preparatlardan, ya'ni sahr tushiruvchi dorilar va buni qo'shimcha qilganimizda quvvati oshdi, sahr me'yoriga keldi va holsizliklar yo'qoldi. Keyin tez shamollash kasalliklari ham, alomatlari ham yo'q bo'ldi. Inuluxdan tashqari men ko'proq resveratrol tavsiya qilaman, hitazan tavsiya qilaman. Hitazan nima uchun? Metabolik sindrom, ya'ni semizlik, to'lalik bor insonlarda bu xolesterinni eritib beradi. Ya'ni oshqozondan o'tib xolesterin, yomon yog'lar deyiladi. O'sha yog'larni hammasini o'ziga biriktirib organizmdan chiqarib yuboradi. Qon tomirini tozalab beradi. Sahrli diabetda asosan qon tomir kasalliklar ko'proq uchraydi. Keyin ozishga ham juda yaxshi yordam beradi. Buni o'zini me'yori bor. Hitazan 2 ta va yoki 3 ta tabletkadan, ya'ni kapsuladan ertalab va kechqurun iste'mol qilganda ozishga juda ham yaxshi yordam beradi. Ozish jarayonida sahr ham me'yoriga tushadi. Resveratrol bu uzum danagidan olingan antioksidant hisoblanadi. Resveratrolda yurak qon tomiri shikoyati bor bemorlarga resveratrol qo'shganimda ko'pida yurak sanchig'i, qon bosimining me'yorga kelishi, ayniqsa ko'z ko'rishi, ya'ni retinopatiyalar juda ham yaxshi natija berdi. Ko'z ko'rishiga ham yordam berdi.